Assalomu alaykum, xush keldinglar. Men bir kinishga olgandim, o'sha kinishga olganiga bag'isida sizlarga kinishga elish, viza elish to'g'riliq asroq so'zlaydim. Ya'ni o'zimning peshidan o'tgan ishlarni misol keltirib, hammanglar bilgandek men 2019-yil 6-oydan boshlab YouTube'da video ishlab kelayotgan, ya'ni asosiy mazmunni Kanadaga kelish yo'llarini tanishtirish, ya'ni har xil vizalarni qanday olish degandek mazmunlarda YouTube'da video ishlab kelayotgandim. Bundan keyin 7-oy mazgilga kelgan chog'da odamni bearam qiladigan bir ishlar yuz berdi, ya'ni Turkiyadagi qarindoshlarni vatanga qaytarib degandek. Shundan keyin o'sha Uyg'urlarimiz ichidagi siyosiy panohlanuvchi salohiyatini qanday qilib Kanadaga akilish yo'llari ustida izlashga boshladim hamda bir darslarga qatnashayotgandim deb o'zimning videolarda ko'rsatib o'tgandim. O'sha o'qigan darsimning kinishkasini oxiri olibman hamda. Ya'ni Kanada hukumati tomonidan o'rlashtirilgan, ya'ni Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Oshniki kursniki muvaffaqiyatli tamomlab private sponsorship of refugee programni successfully completed qilib oxiri bu kinishkani oldim. Ya'ni shaxslar sponsor bo'lib odam keladigan ishda ishlatadigan kinishka. Kinishkani oldim. Bu to'g'riliq so'zlay olmayman, texnik salohiyatım bor bo'ldi. Hamda bu kinishkani olgan bilan hozircha foydasi yo'q bo'ldi yoshda qilib. Chunki nima deganda Kanadadagi da'voyimiz beshidagi rahbarlarimizning tashviq qilish asosida oldi bilan hukumat akasining eng oxirida shaxslar sponsor bo'lib keldi, akasi yaxshi degan tashviqot orqasida hozircha bu kinishkani lozim bo'lmadi. Shunday bo'lsa-mu, jiq narsalarni o'rganib oldim. Hozir lozim bo'lmasa, keyin lozim bo'lib qolar. O'zimning qo'lishim kelishicha hozircha bir ishlarni qilib beryapman, texnik tirishib beryapman hamda bu kinishga elish, viza elish ishlariga kelsak, hamda o'zimning peshidan o'tganlarni bir kurs so'zligim keldi. Men o'zim Urumchida o'qigan Moliya iqtisod universitetininki pul muomala fakulteti. Ayni chog'da bizningki fakultetda 80 dan ortiq o'quvchi bordi, 82 mi, 83 dek o'quvchimiz bordi. Men u chog'larda ingliz tilini intayin ixlos bilan qattiq o'rganish qilgan, til o'rgangan. Maqsadim bir amallar qilib shu 4-daraja ingliz tili imtihonining kinishkasini olsam bo'ldi dedim. Ashunday qilib tirishib qattiq o'rgandim, kinishkani oldim. O'zimizdagi pul muomala fakultetidagi 80 o'quvchining ichida birinchi bo'lib hamda birdan-bir ingliz tili 4-darajali imtihonni o'tgan odam bo'lib qoldim shu chog'da. Ondan keyin chet elga chiqish orzuyim bo'lgandan keyin qanday kasblarni jiq pul topadigandu deb sayohat yetakchisi imtihonga qatnashdim. Ya'ni Avtonom rayonluq sayohat idorasining o'rlashtirgan bir kursga qatnashib, uda to'xtamay 3 oy, 4 oydek qattiq tirishib o'rganish haqida. O kinishkani oldim. Ondan keyin o'qituvchilik imtihon berdim, yurtimizga qo'yib 90 oylik birinchi o'rta maktabda ingliz tili o'qituvchisi bo'ldim. Ta'til mazgilida Urumchidagi Adil Mo'limning qo'lida, ya'ni Shinjong universitetidagi Adil qonun deb qo'ydi. Adil Mo'limning qo'lida 2 oy ta'til mazgilida qattiq qonun o'rgandim. O chog'dagi maqsadim adliya imtihoni berib, o'sha advokatlik kinishkasini olishdi. Shuning bilan u qonun darslarini ixlos bilan qattiq o'rgangandan keyin adliya imtihonidan muvaffaqiyatli o'tdim. O'qituvchiligimni qilaverdim. Mandan keyin Kanadaniki o'qish vizasiga iltimos qildim. O'qish vizasiga iltimos qilgan chog'da birinchi qatimda o'qish vizasi muvaffaqiyatli oldim. 2 yillik o'qish vizasi berib ekan. Kanadaga keldim, o'qidim. Andan keyin 2-yili Amerikaning vizasiga iltimos qildim. Bu chog'da 10 yillik beribdi Amerikaniki vizasi. 2017-yilga kelgan chog'da lagerlar masalasi paydo bo'ldi. Meniki jon-jigar akam, qarindishim Qudrat akamni lagerga ketib qoldi. Shuning bilan men Yevropaga berishni qaror qildim. Shuning bilan Yevropa vizasiga iltimos qildim. Yevropa vizasiga iltimos qilsam, u yana nima oldim. Yevropaga berib keldim, Turkiyaga berib keldim. Endi davomli Kanadada yashab kelyapman. Mening demoqchi bo'lganim hamda bir ish qilmoqchi bo'lsak, butun ixlos bilan qilsak. Bularni deyishimdagi maqsad nima deganda, bir ishga kirishsak, butun ixlos bilan shu ishni maqsad nishon qilib ishga tutish qilsak, cho'qim qila olamiz. Kanada vizasini shundoq butun ixlosingiz bilan bir narsani nishon qilib tirishsangiz cho'qim ola olasiz. Endi siz bu viza iltimos qilish jarayonida sizniki birdan-bir maqsadingiz Kanadaga berib olsamdan bo'ldi, panohlik tilayman deysangiz, o chog'da ishingiz chataq, vizangiz osonlam rad bo'linib ketib qoladi. Shunlashqa bu yerga kelgandan keyingi ishlarni hozircha o'ylashmay, ya'ni bu yerga kelib bo'lib, andan keyin o'ylashsangiz bo'ladi u panohlik tilash ishlarini. Butun ixlosingiz bilan o'qimoqchi bo'lsangiz, o'qishni ham o'ylang. Sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, sayohat qilaman deganni ham o'ylang. Shu butun ixlos bilan bir ish qilsangiz, cho'qim qila olasiz demoqchi. Mushunchalik sizlar ishlaringlar o'ng'ishli bo'lsin. Kelayki videolarimga diqqat qilib turasizlar, abone bo'lib qo'yinglar, do'stlaringlarga taqdim qo'yinglar. Xayr xo'sh.